Assalomu alaykum hammaga hurmatli podpishchilar. Bugun 100 kun davomida boshlagan challenjimizni 12-kuni. Xudoga shukr, birinchisi o'ldi. Ikkinchisi o'ldi. Hamma meni insult bo'lib o'ldiga chiqarib yuboryapti. Men o'lganim yo'q, soppa sog'man. Bugun 12-kun ketyapti mana. Kasal bo'ldim. Energetikdan emas. Shamolladim hamma qatori. Shu xolos yo'tal tomoqcha og'riyapti. Qoringa sig'ishi ham qiyin bo'lyapti bora-bora. Xudoga shukr, uchinchisi ham o'ldi. 12-kunga challenjimiz tamom. Hammaga xayr. Tomosha qilishda davom eting. Oxiri nima bo'lishini hammaga qiziq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xayr.